Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Shapqol, Yerkebulaning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Yerkebula. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Prof boksda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Prof boksda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Yerkebula To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysi bir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysi birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan?